shu tariqa 10 ta bajarsangiz 500 ta ranka point beradi. Shundan 500 tani oldim. Ondan mana clean bilan 30 ta g'alabani qo'ysam, bundan kam ko'p. Ana do'stlar. Va do'stlar, bir-ikki narsani tugatib videoni boshlab do'stlar, mana Chronicles bölümünden Angliya emas, Italiyani o'ynayapman. İtalya bölümündagi o'yin. Har kuni ketadi. Buni o'ynamayotgan edim. Hozirgina topib oldim. Va do'stlar, hozir kamida ikkita gol urishimiz kerak uchun. Va mana do'stlar, ancha tanaffus bo'ldi. Va Brazilian o'yinini o'ynadim. Hop, endi qaysi o'yinlarni o'ynasam ekan? Hozir aktivistdan sovg'amizni olib qo'yaylikchi. 9-level bo'ldi. Ana eng osoni-ku bu. Lekin hamma o'yinchilardan trening berilgan. Shu sababli o'yinini tamam, masalan. Hozir bitta voucher olamiz, bitta emas, ikkita ekan. Va ikkita taraf voucher. Yo'q, nahotki ikkita emas ekan. Hazillashdim. Do'stlar, emas-ku, bitta reklama ko'rib olamiz. Do'stlar, reklamani to'xtatib turmay qo'yaraman. Ba'zi log'osku 8 sekund. Vayda. Mayli do'stlar, G rafti Rebiot kerak. Henry ham. Lekin ular tushunmaysiz. Yana bilib turib. Mayli. Va mening do'stlarimni akkaunt ham bor. Hozir sizlarga ularni ko'rsataman. Mana birinchisi O'zbekiston. Akkaunt yaxshi. Rank up yetishmaydi, xolos. Abdulloh. World Class 2. Alisonni kuchaytirdim. Yo'q, Carlosgacha bitti. Va Jasurbek. Bamos bor. Va biz buni ko'rmoqchi edik. O'zga klubga kirib qolibdi. Nimagadir. Nations Golga kiramiz. Victory. Xo'p, bunda hali bunda 25 ta g'alaba, lekin bu 10 ta. Demak, boshqa narsa qilamiz. Lekin rostdan ham ikonni o'ynasam bo'ladi.
Lekin ikkovga ko'p ketib qoladi. Bo'lmasa ham qilardim. Yo'q. Ikkovdan boshqa ilojimiz yo'q. Ko'piyu seviyor. Sen o daqiqat boshlanavering. Chronicles birga o'tiramiz. Tony 3-chi hafta. 3-chi haftadan Andres Iniesta tanlasam bo'ladi. Va yaxshi. 9 o'yin o'ynash kerak-da. Mayli do'stlar, haftaga qo'yib qo'yaman va videoni to'xtatib turaman. Va mana do'stlar, biz ko'p o'yinlarni o'ynab qo'ydik. Yana 3 ta Andres Iniesta bo'limini tugatdik do'stlar. Va Nations Cup-dan nima xabarlar bo'ldi? Ancha ikkita g'alaba qoldi. Wesley Sneijderni tugatib qo'ysak. 3 ta o'yin qoladi. Uchralish o'yindan so'ng katta tanaffus emas. 12 ta clean sheet. 28. Agar bu clean sheet tugasa, nima bo'ladi? Claim iconni to'xtataveramiz. Qanday ishda har doimgidek to'xtatib turaman. Mana do'stlar, 30 ta g'alaba degan ekan va biz uni bajarib oldik. Sports game yo'nalishiga kiramiz endi. Nations Cup. Va men buni oxirigacha tugatishni xohlamadim. Unchalik ham yoqmadi. To'g'risi hech narsa yoqmadi. Haftada ham zargarli bo'lib ketdi, lekin biz buni bajarib oldik. Lekin narsani olib olyapmiz. Bizda hozirda 12 ta mavjud va shu draft voucher uchun keyinroq o'ynab qo'ysam ham bo'lardi. Master drop va World Cup yo'nalishga o'tishimiz kerak hozircha. Chunki haligi o'yin qolib ketgandi bitta. Mana shu o'yinda o'tgandi. Va do'stlar, siz buni ko'rishingiz kerak emas, chunki unchalik ham yaxshi emas. Shuning uchun videoni to'xtatyapman. Oldindan mana o'yinchini kim taniydi? Yoki buni, yoki buni, yoki buni, yoki buni. To'xtanadiganlar kommentga yozib qo'ysin. Narsaga aralashtirishni dedimi? Hatto shu o'yinga aralashtirishni dedim, ba'zi aralashtirgan qani? Ey, kachinga chiqdi. Ey, koridordan o'tyapsan, ey, oyog'ingni yuyishtirib zarilni senga. Ey, ashincha bolayni quchog'ingga olib o'tirsang bo'lmaydi. Nima shu jahon demadimi? Televizorda. Sen bola tuzlig'ingga tushurding, bilib qo'y. O'zbeklar o'zinikidek ko'radi seni. Sen yaxshi ish qilmading. Qisqasi akalar, hech ham siqilish olmasin. Ey, nima qo'lga siqilganiga yangisilar degan. O'yin uchun 5 ta zo'r yedi go'zaqo. Yaxshi chiroyli gollar yedi-ku, to'g'rimi? Baballashib qoldi, mayli, peshanani sho'ygan. Redaktor chiqinglar. Shundan oldin ko'rib qo'yinglar. Ha, mayli.
Maketdan ishtirokni qo'yib bersam, tepib olasanmi? 5 marta. Ha? Urolmadi, boshqatdan bo'ldi. Yana bitta shans. Deb boshqa narsani bilmaysan. Mashinani deb mana ko'raylik kuchingizni. Xohlasang. 3 ga kelib olib, chevarani yo shu kunini yo'qib kuyib qo'ymaysanmi? Mashina qilib yetardi. Bugun yetardi. Keyingi odamga 128 ta. Bitta kola sizga yoki keyingi odamga bitta. Keyingisi ikkita kola sizga yoki keyingi odamga to'rtta. Keyingi odamga to'rtta. To'rtta kola sizga yoki sizdan keyingi futbol yoqtiradigan insonga 8 ta. Keyingisi 8 ta. 8 ta kola sizga yoki sizdan keyingi odamga 16 ta. Keyingi odamga 16 ta. Barsa yoki Real. 16 ta Coca-Cola sizga yoki sizdan keyingi odamga 30 ta. Mana keyingi odamga 30 ta. Vay, keyingi odamga 32 ta kola berishimiz kerak. 32 ta kola sizga yoki sizdan keyingi odamga 64 ta. Mendan keyingi odamga 64 ta. Messi yoki Ronaldo? Ronaldo. Ben Messi'mi? 64 ta kola sizga yoki keyingi odamga 128 ta. Keyingi odamga 128 ta. Vay, aka bu yerda 64 ta kola bor. Buni qarab o'qitaman. Bu qarasa jonga beradi. Niye böyle qiladi? O'zbekiston ekan. O'ylab ko'ring yaxshida. To'xtab bering. Vay. Agarda siz muzika layfida o'qinishlaringiz 500 ta Coca-Cola tarqataman. Shuncha xudo layf bo'ladi. Shu o'zimizni mashinasini xohlagancha qo'yib ketishadi. Mashinangizni yuvib bersam bo'ladimi? Iltimos oyim. Yo'q, hali. Iltimos. Niye senga? Yordam bering. Juma-ku onamga dori olishim kerak. Katta rahmat og'a. Qani ko'rasiz. Bu yoshligingiz ko'zingizga qaytadi. Katta rahmat og'a. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida Allohga bir narsani so'rab, transfer rekordi yangilanishi kutilmoqda va buni kim qiladi deb o'ylaysiz? Manimcha to'g'ri tushundingiz. Hoziroq Madrid ishi hamda bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz Real haqida barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. Michael Olise, Bavariyaning hamda Fransiyaning ilduzi hujumchisi. U faqatgina klub uchun emas, balki terma jamoasi uchun ham qanchalik yuqori darajada o'ynashligini hozirda namoyish etyapti. Va naqd bir oy oldin Bavariyaning direktori Real Madrid qancha pul taklif qilsa ham bu o'yinchini sotmasligini aytib o'tgan edi. Ammo o'sha paytda sizlarda bor jamoamiz uchun uzoq bilan 150 million yevro taklif bor edi. Endi esa ma'lumotlarga ko'ra summa narxi 20 million yevrodan oshi mumkin. Bu ishni nima deb o'ylaysiz? Xuddi shu pulga Fransiyaning yulduzni olgan yaxshimi yoki boshqa pozitsiyalarga muhimroq o'yinchilarni sotib olganmi? O'zingizda fikringizni albatta Erling Haaland. Haaland. Erling Do'stlar, hozir bizda qatib qoldi. O'yinda hech narsa bo'lmayapti. Shuning uchun videoga stop bermoqchiman. Keyingi videolarda paketlar kuni bo'ladi do'stlar. Hammaga xayr.